Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz nafaqat keksa avlod vakillari, balki ularning farzandlari, nabiralari, umuman olganda jamiyatimizning har bir a'zosi uchun nihoyatda muhim va xavotirli yangiliklarni o'z ichiga oladi. So'nggi paytlarda pensiya tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar haqida ko'p savollar kelib tushmoqda va bugun men sizlarga afsuski 2026 yil 1 maydan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan juda yomon xabarlarni ochib bermoqchiman. Bu ma'lumot sizning kelajagingizga, yaqinlaringizning farovonligiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang, har bir so'zga e'tibor bering. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Chunki har bir qismda siz bilishingiz shart bo'lgan nozik jihatlar yashiringan. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Pensiya tizimidagi fundamental o'zgarishlar avval qanday edi va hozir nima o'zgaradi? Keling, avvalo pensiya tizimimiz qanday ishlaganiga bir nazar tashlaylik va keyin nima o'zgarayotganini tushuntiraman. An'anaviy pensiya tizimimizda ko'pchiligimiz bilganimizdek nafaqaga chiqish yoshiga yetgan fuqarolarga davlat tomonidan ma'lum miqdorda pensiya to'lanadi. Bu pensiya asosan ikki asosiy omilga bog'liq edi. Birinchidan, sizning umumiy ish stajingiz, ya'ni qancha yil rasmiy ravishda ishlaganingiz va ikkinchidan ish haqingiz miqdori, ya'ni ijtimoiy sug'urta jamg'armasiga qancha badal to'laganingiz. Bu ikki omilning kombinatsiyasi sizning pensiya miqdoringizni belgilardi. Qanchalik uzoq ishlagan bo'lsangiz va qancha ko'p badal to'lagan bo'lsangiz, pensiyangiz shunchalik yuqori bo'lishi mumkin edi oldingi tizimda. Agar siz nafaqada bo'la turib ishlasangiz ham, sizning pensiyangiz har yili davlat tomonidan indeksatsiya qilinardi. Ya'ni inflyatsiyani qoplash va xarid qobiliyatingizni saqlab qolish uchun oshirib borilardi. Bu ayniqsa o'zining mehnat faoliyatini to'xtatishni istamagan yoki qo'shimcha daromadga muhtoj bo'lgan ishlovchi pensionerlar uchun juda muhim kafolat edi. Ular bir vaqtning o'zida ham pensiya, ham ish haqi olib, pensiyalari ham muntazam ravishda o'sib borishidan xotirjam bo'lishardi. Chunki ularning pensiyasi yil sayin real qiymatini yo'qotmasdi, balki davlatning iqtisodiy o'sishi va inflyatsiya darajasiga mutanosib ravishda ko'payib borardi. Bu mexanizm ko'plab pensionerlar uchun hayotiy ahamiyatga ega edi. Chunki ular ikki manbadan ham pensiya, ham ish haqi daromad olib, o'z hayot sifatlarini saqlab qolishga harakat qilishardi. Davlat esa bu orqali keksa avlodning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga intilardi. Lekin aziz do'stlar, 2026 yil 1 maydan boshlab bu tartibda jiddiy o'zgarishlar ro'y beradi va bu o'zgarishlar ko'pchilik uchun afsuski salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hukumat pensiya tizimini optimallashtirish va uning barqarorligini ta'minlash maqsadida bir qator yangi qonun hujjatlarini ishlab chiqdi va tasdiqladi. Bunga sabab qilib pensiya jamg'armasining defitsiti, ya'ni uning sarflari daromadlardan oshib ketishi, demografik yukning ortishi, ya'ni pensionerlar sonining ishlovchi aholi soniga nisbatan ko'payishi va iqtisodiy rivojlanishning sekinlashuvi kabi global va ichki omillar ko'rsatilmoqda. Asosan ikki yo'nalishda fundamental o'zgarishlar kutilmoqda va bu o'zgarishlar millionlab insonlarning kelajagiga ta'sir qiladi. Birinchidan, ishlovchi pensionerlar uchun pensiya indeksatsiyasi tartibi butunlay o'zgaradi. Agar siz nafaqada bo'la turib ishlashni davom ettirsangiz va sizning rasmiy ish haqingiz ma'lum bir miqdordan oshsa, sizning pensiyangiz afsuski indeksatsiya qilinmaydi. Ya'ni u eski qotib qolgan miqdorda qolaveradi. Bu degani inflyatsiya va narxlarning o'sish sharoitida sizning pensiyangizning real qiymati doimiy ravishda pasayib boradi. Sizning xarid qobiliyatingiz yil sayin kamayadi. Bu esa avvalgi darajadagi hayot sifatini saqlab qolish imkoniyatini cheklaydi. Bu aslida juda og'riqli zarba, chunki ko'plab pensionerlar aynan shu indeksatsiya hisobiga kun kechirishgan. Chunki qo'shimcha daromadlari hamda pensiyalari hisobiga o'z oilalarining moddiy ahvolini yaxshilab turishgan. Ikkinchidan, yangi pensiya tayinlashda talab qilinadigan minimal ish staji miqdori oshiriladi va ish stajini hisoblash usullari ancha murakkablashadi, yanada qat'iylashadi. Bu esa yaqin yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan, ayniqsa norasmiy sektorda ishlagan, o'ziga o'zi band bo'lgan yoki doimiy ish stajiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun katta muammolar tug'diradi. Ko'pchilikning pensiya miqdori kutilganidan kamroq bo'lishi yoki umuman pensiya olish huquqiga ega bo'lmaslik ehtimoli oshadi. Chunki ular yangi talablarga javob bera olmaydilar.
Bu yangiliklar tizimning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa-da, ko'plab insonlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ularning kelajakdagi moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yomonlashtirishi mumkin. Pensiya tizimidagi o'zgarishlarning batafsil tahlili, kim xavotirlanishi kerak va kimga ta'sir qilmaydi? Keling, bu o'zgarishlarni yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik va aynan kimlarga ta'sir qilishini aniqlaylik. Shuningdek, konkret misollar bilan tushuntiraman. Birinchi yomon xabar: ishlovchi pensionerlar uchun pensiya indeksatsiyasining bekor qilinishi yoki cheklanishi. Bu yangilik ayniqsa hozirda nafaqada bo'la turib rasmiy ish joyiga ega bo'lgan va ma'lum miqdorda ish haqi oladigan barcha pensionerlar uchun dolzarbdir. Tasavvur qiling, siz bir necha yildan beri pensiyadasiz. Lekin yoshingiz ancha joyida, sog'lig'ingiz yaxshi va qo'shimcha daromad topish uchun ishlashni davom ettirasiz. Oldinlari har yili pensiyangiz ma'lum bir foizga oshirilardi. Bu sizning xarid qobiliyatingizni saqlab qolishga yordam berardi. Endilikda 2026 yil 1 maydan boshlab, agar sizning oylik rasmiy daromadingiz faqat ish haqingiz emas, balki boshqa rasmiy to'lovlar ham inobatga olinishi mumkin. Belgilangan minimal chegara, masalan, eng kam oylik ish haqining 2 baravari, aytaylik, hozirgi kunda 2 ming so'm atrofidan oshsa, sizning pensiyangiz indeksatsiya qilinmaydi. Bu degani sizning pensiyangiz aytaylik 2500 ming so'm bo'lsa, u shu miqdorda qolaveradi. O'sha supermarketdagi narxlar har oy oshib borsam, kommunal to'lovlar ko'tarilsa ham, sizning pensiyangiz puling real qiymati inflyatsiya tufayli pasayib boraveradi. Misol 1. Ishlovchi pensioner Gulnora opa. Gulnora opa 62 yoshda, 35 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Hozirgi pensiyasi 2 million 800 ming so'm. Uning o'g'li chet elda o'zi yolg'iz yashaydi va nafaqaga chiqsa-da, o'zining mutaxassisligiga bo'lgan muhabbati tufayli jiyani o'qituvchilik qiladigan xususiy maktabda yarim stavka, ya'ni kuniga 4 soat dars berib, oyligiga 1 million 500 ming so'm oladi. Gulnora opaning umumiy daromadi hozirda 300 ming so'm. 2800 ming pensiya, 1 million 500 ming ish haqi. Oldinlari uning pensiyasi har yili o'rtacha 15% ga oshirilardi. Masalan, 2025 yilda uning pensiyasi 20 ming so'mga ko'tarilgan bo'lsa, 2026 yilda yangi qo'yda kuchga kirgandan so'ng uning oylik ish haqi 1 million 500 ming so'm. Belgilangan chegara hozircha shartli 2 ming so'm dan kam bo'lsa-da, hukumatning yangi qaroriga ko'ra, agar umumiy daromadi belgilangan miqdordan oshsa, bu holatda 4300 ming so'm, bu aniqki belgilangan miqdordan yuqori, uning pensiyasi endi indeksatsiya qilinmaydi. Ya'ni u 100 ming so'm miqdoridagi pensiyasini doimiy ravishda oladi. Ammo bu pulning xarid qobiliyati tobora kamayib boradi. Agar hukumat keyingi yili ishlamaydigan pensionerlar pensiyalarini 12% ga oshirsa, bu o'rtacha inflyatsiya darajasi bo'lishi mumkin. Gulnora opaning pensiyasi oshmaydi. Boshqa ishlamaydigan pensionerlarning pensiyasi esa o'rtacha 2 ming so'mga 3 milliondan ko'payadi. Bu Gulnora opa uchun har oy yo'qotilgan pul degani, ya'ni uning pensiyasi real jihatdan qashshoqlashib boradi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Bu qoida asosan rasmiy ish haqi oladigan, ya'ni mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan pensionerlarga tegishli. Agar siz nafaqada bo'la turib norasmiy tarzda qo'shimcha daromad topayotgan bo'lsangiz, masalan, qo'l mehnati, dehqon bozorlarida savdo qilish, taksichilik va hokazo. Ammo bu daromadlaringiz davlat soliq idoralarida rasman qayd etilmasa va undan ijtimoiy sug'urta badallari olinmasa, u holda bu sizning pensiya indeksatsiyangizga ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq bu tavsiya emas, balki mavjud vaziyatni tushuntirishdir. Chunki norasmiy ishlashning o'ziga yarasha qonuniy xatarlari bor. Shuningdek, agar sizning rasmiy ish haqingiz belgilangan minimal chegaradan past bo'lsa, masalan, siz haftasiga bir necha soatgina ishlaysiz va oyligingiz 500 ming so'mdan oshmaydi. Sizning pensiyangiz ham avvalgidek indeksatsiya qilinishi mumkin. Lekin bu cheklovlar va chegaralar doimiy ravishda qayta ko'rib chiqilishi mumkinligini yodda tutish kerak. Yangi qonunda aniq bir chegara belgilangan bo'lib, misol uchun, agar sizning oylik ish haqingiz eng kam oylik ish haqining 1 baravaridan oshmasa, u holda sizning pensiyangiz indeksatsiya qilinishi mumkin. Shu jihatdan juda kam maosh evaziga ishlayotganlar biroz xotirjam bo'lishlari mumkin. Biroq bu toifadagi pensionerlar soni juda kam.
Ikkinchi yomon xabar. Minimal ish staji oshirilishi va hisoblashning qiyinlashishi. Bu yangilik ayniqsa yaqin 5 yil ichida pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan, ammo to'liq. Uzluksiz rasmiy ish stajiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun juda muhim. Yangi qonunga ko'ra to'liq davlat pensiyasini olish uchun talab qilinadigan minimal ish staji miqdori sezilarli darajada oshiriladi. Masalan, erkaklar uchun hozirgi 25 yildan 30 yilga, ayollar uchun esa 20 yildan 25 yilga ko'tarilishi kutilmoqda. Bu shunchaki raqamlar emas, bu millionlab insonlarning taqdiriga ta'sir qiladigan o'zgarishlar. Chunki ko'pchilik umid qilgandan ko'proq ishlashga yoki umuman pensiyasiz qolishga majbur bo'ladi. Bundan tashqari, ish stajini hisoblashda oldinlari inobatga olingan ayrim davrlar. Masalan, bolani parvarishlash ta'tili. Universitetda o'qish davri, xususiy korxonada norasmiy ishlash endilikda hisobga olinmasligi yoki ular uchun qo'shimcha tasdiqlovchi to'liq rasmiylashtirilgan hujjatlar talab etilishi mumkin. Bu esa ilgari nisbatan sodda bo'lgan jarayonni ancha murakkablashtiradi. Misol 2. Yaqinlashib kelayotgan pensioner Alisher aka. Alisher aka 58 yoshda, 60 yoshda pensiyaga chiqishi kerak. Uning hisob kitoblariga ko'ra, uning umumiy ish staji 26 yilni tashkil etadi. Ammo uning ish stajining bir qismi, masalan, 3 yili qishloq xo'jaligida kolxozda norasmiy ishlash davriga to'g'ri keladi. Yana 2 yili esa kichik xususiy do'konida soliq to'lamay ishlagan davrga to'g'ri keladi. Oldingi qonunchilikda bu davrlarning ba'zilari mahalliy ma'muriyatning guvohliklari yoki boshqa isbotlar bilan qisman hisobga olinishi mumkin edi. Endilikda yangi qoidalar bo'yicha bunday davrlar ko'pincha 0 deb hisoblanadi. Agar ular uchun tegishli ijtimoiy sug'urta badallari to'lanmagan bo'lsa. Natijada Alisher akaning rasman tasdiqlangan ish staji 21 yilga tushib qoladi. Agar yangi qoida bo'yicha minimal ish staji erkaklar uchun 3 yil bo'lsa, Alisher aka pensiya olish huquqiga ega bo'lmaydi yoki u kamaytirilgan pensiya olish uchun yana 9 yil ishlashi kerak bo'ladi. Bu esa uning yoshini hisobga olganda juda og'ir vazifa. Bu u uchun kutilmagan va jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Chunki u nafaqaga ishonib o'z rejalarini tuzgan edi. Yoki u belgilangan minimal ish stajiga yetish uchun sotib olish usulidan foydalanishga majbur bo'ladi. Bu esa ancha qimmatga tushadi va har bir oilaning byudjetiga salbiy ta'sir qiladi. Misol uchun, yosh ona va bo'lajak pensioner Dilfuza. Dilfuza 35 yoshda 10 yil davlat korxonasida ishlagan. So'nggi 5 yil davomida 2 farzandi bilan bolani parvarishlash ta'tilida bo'lgan. Avvalgi tizimda bolani parvarishlash ta'tili ma'lum bir muddatga ish stajiga qo'shilardi. Yangi qonunchilikda esa bu davrlar faqatgina bir farzand uchun va cheklangan muddatga, masalan 1 yildan 3 yilgacha hisobga olinishi mumkin. Dilfuza birinchi farzandi uchun 3 yil ish stajiga ega bo'lsa, ikkinchi farzandi uchun bu imkoniyat berilmasligi mumkin. Yoki bolani parvarishlash ta'tili davrida ijtimoiy badallar to'lanmagan bo'lsa, u umuman ish staji sifatida hisoblanmasligi mumkin. Bu esa uning umumiy ish stajini sezilarli darajada kamaytiradi. Pensiyaga chiqish vaqti kelganda, u kutilganda ancha kam ish staji bilan duch keladi va bu uning pensiya miqdoriga bevosita salbiy ta'sir qiladi. Shuningdek, u to'liq pensiya olish uchun qo'shimcha yillar ishlashga majbur bo'ladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ravishda, ya'ni mehnat daftarchangizda qayd etilgan holda, ijtimoiy sug'urta badallari muntazam to'langan holda ishlagan bo'lsangiz va sizning ish stajingiz yangi talab qilinadigan minimal stajdan ancha yuqori bo'lsa, masalan, erkaklar uchun 15-40 yil, ayollar uchun 30-35 yil va undan ko'proq. U holda bu o'zgarishlar sizga deyarli ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki siz allaqachon barcha talablarni bajargansiz va yetarli ish stajiga egasiz. Shuningdek, agar siz maxsus sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, masalan, og'ir va zararli ishlarda shimoliy hududlarda va imtiyozli pensiya huquqiga ega bo'lsangiz, siz uchun qoida o'zgarishlari kamroq ta'sirli bo'lishi ehtimoli bor. Chunki bu toifalar uchun maxsus qoidalar va imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Lekin har qanday holatda ham o'z pensiya jamg'armangizdagi ma'lumotlarni tekshirib turish juda muhim. Agar sizning ish stajingizda har qanday shubha yoki noma'lumlik bo'lsa, unga hozirdan e'tibor berish lozim. Istisnolar, nozik jihatlar va yashirin tuzoqlar. Endi esa ushbu yangi qoidalardagi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozik jihatlar va yashirin tuzoqlar haqida gaplashamiz. Bu sizga vaziyatni to'g'ri baholashga va kelajakdagi harakatlaringizni rejalashtirishga yordam beradi.
Birinchi istisno pensiya indeksatsiyasining cheklanishiga qaramay, ma'lum toifadagi ishlovchi pensionerlar uchun istisnolar mavjud bo'lishi mumkin. Hukumat ayrim professional sohalar, masalan, tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar yoki ma'lum ilmiy darajaga ega mutaxassislar uchun ma'lum muddatga pensiya indeksatsiyasini saqlab qolish haqida qaror qabul qilishi mumkin. Bu asosan o'sha sohalardagi kadrlar tanqisligini yumshatish va tajribali mutaxassislarni ish joylarida ushlab qolishga qaratilgan harakat bo'lishi mumkin. Masalan, agar shifokorlar yoki professor o'qituvchilar tizimdan ketib qolsa, ijtimoiy tizimlarda katta bo'shliqlar yuzaga keladi. Ammo bu istisnolar doimiy emas va hukumatning iqtisodiy siyosatiga qarab o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun siz qaysi toifaga kirishingizni aniq bilishingiz va tegishli qonun hujjatlarini doimiy kuzatib borishingiz kerak. Hozircha bunday istisnolar ro'yxati aniq tasdiqlanmagan. Lekin u doimiy munozaralar markazida turibdi va yakuniy qaror yaqin vaqt ichida e'lon qilinishi kutilmoqda. Bu ro'yxatga kiritilgan sohalardagi pensionerlar o'z daromadlarining bir qismidan mahrum bo'lmasliklari mumkin. Ikkinchi nozik jihat, ish stajini hisoblashda. Yuqorida aytib o'tganimdek, ish staji hisobi ancha qiyinlashadi. Lekin ba'zi davrlar, masalan, harbiy xizmat, ayrim turdagi ijtimoiy xizmatlar, masalan, nogiron bolaga, guruh nogironiga yoki takomil yoshdan oshgan keksa kishiga qarash yoki oliy o'quv yurtlarida kontrakt asosida o'qish, agar unda davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, hali ham hisobga olinishi mumkin. Ammo bularning hammasi uchun sizda mutlaqo aniq va rasmiy tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi shart. Bu hujjatlar sizning mazkur davrlarda faoliyat yuritganingizni, xizmat ko'rsatganingizni yoki ta'lim olganingizni aniq ko'rsatishi lozim. Agar sizning ish stajingizda qandaydir o'q-dog'lar bo'lsa, ya'ni hujjatlar bilan tasdiqlanmagan davrlar bo'lsa, ularni hozirdan boshlab tartibga solishga harakat qiling. Bu, masalan, arxiv ma'lumotnomalarini olish, guvohlarni topish, agar boshqa usul bo'lmasa, yoki sud orqali ish stajini tasdiqlatish bo'lishi mumkin. Bu jarayon juda uzoq va murakkab bo'lishi mumkin. Ko'p vaqt va kuch talab qilishi mumkin. Shuning uchun bunga hozirdan tayyorgarlik ko'rish lozim. Vaqtingizni va e'tiboringizni bu masalaga ajrating. 3-pitfall tuzoq. Sotib bo'lingan ish staji. Yangi qoidalar kuchga kirgach, minimal ish stajiga yetmay qolgan fuqarolar uchun ma'lum muddatga ish stajini sotib olish imkoniyati yaratilishi mumkin. Bu degani, siz o'zingiz yetishmayotgan ish staji uchun bir martalik to'lovni amalga oshirasiz va shu bilan pensiya olish huquqini qo'lga kiritasiz. Garchi bu imkoniyat bir qarashda qulay tuyulsa-da, uning narxi ancha yuqori bo'lishi mumkin. Chunki bu to'lovlar davlat tomonidan belgilangan minimal ish haqi va undan olinadigan ijtimoiy badallar asosida hisoblanadi va yildan yilga bu miqdor ortib boradi. Chunki minimal ish haqi ham inflyatsiya bilan birga o'sib boradi. Shuningdek, sotib olingan ish staji sizga to'liq pensiya miqdorini kafolatlamaydi, balki faqatgina pensiya olish huquqini beradi. Sizning pensiya miqdoringiz baribir boshqa barcha omillar, ish haqi miqdori, badallar asosida hisoblanadi. Bu variantni tanlashdan oldin barcha moliyaviy oqibatlarni sinchiklab o'rganib chiqing va pensiya jamg'armasining mutaxassislari bilan maslahatlashing. Ular sizga aynan sizning holatingiz bo'yicha aniq summalarni hisoblab berishlari mumkin. 4-noaniqlik, yangi pensiya jamg'armasi mexanizmlari. Hukumat yangi islohotlar doirasida pensiya jamg'armasining moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida bir qancha yangi mexanizmlarni joriy etishi mumkin. Masalan, majburiy individual pensiya hisob varaqlarining joriy etilishi. Bunda har bir fuqaro o'zining ish haqi miqdorining ma'lum bir qismini ushbu hisob varaqqa o'tkazib boradi va pensiya yoshida o'z hisob varagidagi mablag'lardan foydalanadi. Bu an'anaviy solidar pensiya tizimidan farqli o'laroq ko'proq yig'ib boriladigan tizimga o'tishni anglatadi. Ya'ni sizning pensiyangiz davlatdan ko'ra ko'proq sizning shaxsiy jamg'armalaringizga bog'liq bo'ladi. Agar shunday tizim joriy etilsa, bu sizning kelajakdagi pensiyangizni shakllantirishda shaxsiy mas'uliyatingizni keskin oshiradi va siz o'z jamg'armalaringizni o'zingiz boshqarishga majbur bo'lasiz. Hozircha bu g'oya muhokama bosqichida, ammo uning joriy etilishi pensionerlarning kelajagiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib boring. 5-tuzoq, hujjatlashtirish masalasi. Pensiya tayinlashda talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati kengayishi va ularga bo'lgan talablar kuchayishi kutilmoqda. Har bir ish staji davri uchun nafaqat mehnat daftarchasidagi yozuv,
balki tegishli buyruqlar nusxalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ijtimoiy sug'urta badallarining to'langanligini tasdiqlovchi bank kvitantsiyalari yoki shaxsiy hisobvaraqdan ko'chirmalar talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa o'z ish joylari tez o'zgargan yoki hujjatlarni to'g'ri yuritmagan fuqarolar uchun katta muammo bo'lishi mumkin. Agar sizning ish joyingiz tugatilgan bo'lsa yoki arxivlar saqlanmagan bo'lsa, bu ma'lumotlarni to'plash juda qiyin vazifaga aylanadi. Chunki vaqt o'tishi bilan bunday hujjatlarni topish imkonsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni hozirdan tartibga solib, ularning nusxalarini olib, ularni raqamlashtirishga, masalan, skanlab kompyuterga saqlashga harakat qiling. Bu kelajakda hujjatlarni yo'qotish yoki zararlanishdan himoya qilishga yordam beradi. Amaliy tavsiyalar. Siz nima qilishingiz kerak? Aziz do'stlar, yuqorida aytilganlardan kelib chiqqan holda sizning harakatingiz va tayyorgarligingiz kelajakdagi farovonligingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Keling, bu qiyin vaziyatda nima qilish kerakligi haqida aniq amaliy tavsiyalarni ko'rib chiqaylik. Birinchi qadam, pensiya jamg'armangizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Eng muhimi, bu sizning shaxsiy pensiya hisobvaraqingizdagi ma'lumotlarni aniqlash. Siz bu ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilish orqali yoki zamonaviy usullardan foydalanib, masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov orqali olishingiz mumkin. my.gov portalida pensiya hisoblash uchun ma'lumot olish xizmatini toping va elektron raqamli imzo eri orqali tizimga kirib, o'z ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Bu sizga hozirgi holatingizni to'liq tushunishga, ish stajingizning rasmiy ravishda qanday hisoblanayotgani, to'langan ijtimoiy sug'urta badallari miqdorini va taxminiy pensiya miqdorini bilib olishingizga yordam beradi. Agar sizda elektron raqamli imzo bo'lmasa, uni istalgan davlat xizmatlari markazidan olishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, ish stajingizni to'liq tekshiring va kamchiliklarni bartaraf eting. Agar sizning ish stajingizda qandaydir uzilishlar, norasmiy ishlagan davrlar yoki ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, ularni hozirdan hal qilishga harakat qiling. Buning uchun siz bir arxiv ma'lumotnomalarini olish, agar eski ish joyingiz tugatilgan bo'lsa, u holda tuman shahar arxiviga murojaat qiling. Ularning ma'lumotnomalari ish stajini tasdiqlashda muhim ahamiyatga ega. Arxivlarga murojaat qilish uchun sizdan shaxsiy pasportingiz va mehnat daftarchangiz talab qilinadi. Arizangizda qaysi yillar davomida ishlaganingizni aniq ko'rsatishingiz lozim. 2. Guvohlarning ko'rsatmalari. Agar arxiv hujjatlari mavjud bo'lmasa, siz bilan birga ishlagan kamida 2 nafar guvohning ko'rsatmalari orqali ish stajingizni sud orqali tasdiqlatishingiz mumkin. Bu murakkab jarayon. Uning uchun yurist maslahatiga murojaat qilish foydadan xoli bo'lmaydi. Guvohlarning pasport nusxalari, ularning siz bilan birga ishlagan davrlari va joyi haqidagi ma'lumotlar sudga taqdim etilishi kerak. 30. Hujjatlardagi xatolarni tuzatish. Mehnat daftarchangizdagi ism, familiya, ishga kirish yoki chiqish sanalaridagi xatoliklarni ish joyingiz, agar oliy faoliyat yuritayotgan bo'lsa yoki fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari orqali tuzattirib oling. Bu juda muhim. Chunki hatto kichik bir xatolik ham pensiya tayinlashda muammo tug'dirishi mumkin. 3-qadam, ishlovchi pensionerlar uchun strategiya. Agar siz hozirda nafaqada bo'la turib ishlayotgan bo'lsangiz va sizning ish haqingiz yangi qoidalar bo'yicha pensiya indeksatsiyasini cheklashga olib kelsa, siz 2 variantni ko'rib chiqishingiz mumkin. 1. Ish joyi va daromadni optimallashtirish. Agar imkon bo'lsa, rasmiy ish haqingizni belgilangan chegaradan pastroq miqdorga tushirish haqida ish beruvchingiz bilan muzokara qiling. Ba'zan yarim stavka yoki kamroq ish soatlari evaziga ishlash pensiyangizni indeksatsiya qilinishini ta'minlashga yordam berishi mumkin. Bu holda siz 2 ta daromad manbaidan maksimal foyda olishingiz mumkin. 2. Norasmiy daromad manbalariga e'tibor berish. Agar sizning sog'lig'ingiz va imkoniyatlaringiz yorishsa, norasmiy sektorlarda qo'shimcha daromad topish yo'llarini izlashingiz mumkin. Bu sizning pensiyangizga ta'sir qilmaydi. Chunki rasmiy hisobotlarda ko'rinmaydi. Ammo shuni yodda tutingki, norasmiy daromadlar qonun bilan himoyalanmagan va ijtimoiy kafolatlar bermaydi. Masalan, kasallik ta'tilini to'lash, ishdan bo'shatilganda kompensatsiya. 4-qadam, pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun. Agar siz yaqin yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz
va sizning ish stajingiz minimal talabga javob bermayotgan bo'lsa, quyidagi variantlarni ko'rib chiqing. 1. Ishlashni davom ettirish. Imkon qadar rasmiy ish joyida ishlashni davom ettirib, yetishmayotgan ish stajini to'plang. Har bir qo'shimcha yil nafaqat stajni oshiradi. Balki pensiya miqdoriga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki ko'proq badallar to'lanadi. Ish stajini sotib olish. Agar sizda moliyaviy imkoniyat bo'lsa, yetishmayotgan ish stajini sotib olish variantini ko'rib chiqing. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling va aniq hisob kitoblarini so'rang. Bu variantning afzalliklari va kamchiliklarini chuqur o'rganing. Chunki u sizning moliyaviy ahvolingizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. O'ziga o'zi band bo'lish va rasmiy ro'yxatdan o'tish. Agar siz hozirda o'ziga o'zi band bo'lgan fuqaro bo'lsangiz, masalan, hunarmand, sartarosh, tikuvchi, repetitor va hokazo, imkon qadar tezroq rasmiy ro'yxatdan o'ting va ijtimoiy sug'urta badallarini to'lashni boshlang. Bu sizning ish stajingizni shakllantirishga va kelajakda pensiya olish huquqini ta'minlashga yordam beradi. Chunki bu davrlar rasman hisobga olinadi. O'ziga o'zi band bo'lgan shaxslar uchun soliq imtiyozlari ham mavjud bo'lishi mumkin. 5-qadam, yuridik maslahat oling. Pensiya masalalari murakkab va individual holatlarni talab qiladi. Agar sizda savollar bo'lsa yoki vaziyatingiz noaniq bo'lsa, mutaxassis yurist yoki pensiya jamg'armasi xodimlaridan maslahat oling. Ular sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz asosida aniq tavsiyalar bera oladilar. Ularga murojaat qilishdan oldin barcha mavjud hujjatlaringizni, mehnat daftarchasi, pasport, ma'lumotnomalar, diplomlar tayyorlab qo'ying. Bu maslahat olish jarayonini tezlashtiradi va yanada samarali qiladi. 6-qadam. Qonunchilikdagi o'zgarishlarni kuzatib boring. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarishi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbalarni, Adolat.uz, Lex.uz kabi qonun hujjatlari portallari, davlat organlarining rasmiy saytlari kuzatib boring. Bizning kanalimiz ham sizni eng so'nggi o'zgarishlardan xabardor qilib borishga harakat qiladi. Ammo shaxsiy mas'uliyat ham muhim. Bu tavsiyalar sizga ushbu qiyin o'zgarishlarga tayyorlanishga va o'z huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi degan umiddaman. Unutmang, axborotga ega bo'lish bu sizning himoyangiz. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar, bugun biz 2026 yil iyun boshlab kuchga kirishi kutilayotgan pensiya tizimidagi juda muhim va ko'pchilik uchun afsuski salbiy o'zgarishlarni batafsil muhokama qildik. Ishlovchi pensionerlar uchun pensiya indeksatsiyasining cheklanishi va yangi pensiya tayinlashda talab qilinadigan minimal ish stajining oshirilishi kabi masalalar sizning kelajagingizga bevosita ta'sir qiladi. Biz bu muammolarni batafsil ko'rib chiqdik. Aniq hayotiy misollar keltirdik. Kimlarga xavotirlanish kerakligini va kimlarga ta'sir qilmasligini tushuntirdik. Shuningdek, mavjud istisnolar, e'tibordan chetda qolmasligi kerak bo'lgan nozik jihatlar va siz amalga oshirishingiz kerak bo'lgan amaliy qadamlar haqida gaplashdik. Unutmang, oldindan tayyorgarlik ko'rish va o'z huquqlaringizni bilish hozirgi sharoitda eng muhimi. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling, tegishli choralarni ko'ring. Har bir qilingan harakat sizning kelajagingiz uchun foydavor bo'lib xizmat qiladi. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Iltimos, o'z fikrlaringizni va bu o'zgarishlar haqidagi munosabatingizni izohlarda yozib qoldiring. Bu biz uchun juda qimmatli, chunki sizning fikrlaringiz bizga kelajakdagi kontentimizni shakllantirishda yordam beradi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham sizga foydali va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va xayr salomat bo'ling.